Erkeklerçe nakşini erkeklerçe nakşı eğitidigan sendek o havalı okuş gerek jo. Kadirlik dostlar, Abdumrayillik Xalq 3. doktorxanası alayda hemkarlaşkan bir piyalı çay söhbetimiz hazır başlanış aldı turvatıda. Bugün kadirlik dostum Uşu Qarı'nı bir piyalı çay içishga teklif qildim. Uşu Qarı dese Bompad dese Uşu Qarı. Uşu Qarı'nın bir markası aylanıp qalgan bir naqşı var. Muş Bompad to'g'risida bir ikki kelime bir mungşıvasak deb oyladım. Nemişqa desang ötkende İpek Yolu Sadası'nınki 6. kararınınki hal qılgıç musabaqasida bu Bompad degan naqşan taqıtılgandan keyin Şinjandagi har millat xalqining inkası intayin peyzi oldu. Muşu naqşini bugun biz yana bir tomoshabinlarga, to'r ahliga bir sunmoqchi. Shunga mush Bompad haqida bir ikki qiz gap qilib baqsang bo'pti. Rahmat dadaş, meni bir muşu sebeplik bir biyalçaya teklif qilganing ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Bu naqshga kelsak, endi bu xalq naqshlarining eng javiri bo'lgan bir naqsh desak, sarxillarining birisi. Sarxillarining birisi desak bo'ldi. Sarxil naqshimi jiq, shuning ichidagi birisi deyishik bo'ldi-da. Bu naqshni men kichigimdan qulqimga singib ketgancha bu naqsh. Bu naqshni men kichigimda deganda endi jiq anglagan bo'lsammi, rasmiy aytib Ünalg'aga sungan vaqtim 92-yili. Shuningdan keyin qancha mush nusxasini aytdim. Birinchi qitimliq nusxasi shu 92-yili Şinjan Ünsü Neşriyatı mening Tavar balla nomli bir qattiq Ünalg'a deyim chiqargan shu vaqtida. Ikkinchi qitim aytganim shu 2002-yili. Uchinchi qitim lo'yin qilgan vaqtim 2004-yili. 4-chi qitimliq nusxasi endi mush qitimqi 6. qara İpek Yolga çempion araydigan şu sende aytdik. Bu 4-chi qitimliq aytgan nusxam bo'ldi. Endi bizning tiligimiz var. 4 qitimli emas 40 qitim o'qisang bu 4 qitim o'qisang bo'ladi buni. Çünkü arziydi. Endi bu nima degan vaqtda bu bir erkeklarcha naqsha. Erkeklarcha naqshini erkeklarcha naqsh aytadigan sendek o havalı okuş gerekço. Buni. Şuna hem de Abdumrayillik Xalq 3. doktorxonasidagi sestra doktorlar o'zimizning yuragini sağlam tutup kasalliklardan yiroq turib erkeklarcha yoshimizni tashabbus qiladi. Bo'ldi. Rahmat. Rahmat. Verip avardır vay könglim yarne bir tayillik makan vay bulmaz bir tayillik makan vay bulmaz. Şu bu günde üler kesem Hunum melger vay bulmaz. Ah değme şu yarimge yetkizgin muradimga
Qaqşal bulup vay talğan yarne Utançı apır yep vay sassun Utançı apır yep vay sassun Kridar kilip sorsa Garip bir çağır dep vay yansın Ah değme şu yarimge dadeyim Yetkizgin muradimge Ah değme şu yarimge dadeyim Yetkizgin muradimge